Sahnada raqs payti kim eng ko'p raqsni esdan chiqarib qo'yadi? Ozimi? Shohrux. Eng mehriboni kim? Kimni jahli tez? Bahori. Kim eng ko'p kuladi va eng ko'p hazil qiladi? Shaka bo'lsa kerak. Бу, испугался, не бойся. Kim sahnaga chiqishdan oldin eng uzoq tayyorlanadi? Shohrux. Malika hammadan birinchi turgan bo'laman tayyor bo'lib ko'pincha. Hop. Kim ko'proq kech keladi? Bahodir. Kim gruppadagi eng asosiy motivator? Ana uni qilaylik, mana buni qilaylik deb ideya beradigan odam kim? Bu guruhda emasmi? Guruhda deb olsak, bilmasam bo'ladi. Kim raqs harakatlarini